Assalomu alaykum, yaxshilar, sog'monmisizlar? Assalomu alaykum, rahmatullohi barakatuh. Allohim o'zi sog' omon yotqizib turg'izganiga behisob shukrlar bo'lsin. Bugun juma kuni 1-may. 1-may qanaqa nishonlardik? Bizni yoshimizdagilar biladi. 1-may esa uxlamasdik. Kechasi bilan uxlamasdik. Oyim ko'ynaklar tikib berardilar kravatimiz tepasiga. Bantilarimiz, u paytda basanoshka deyilmas, tanketkalarimizni qo'yib, golfiylarimizgacha qo'yib, qachon tong otarkin deb uxlamay kutib turardik. Shunaqa qilib shu vaqtlarni eslaymiz-da, yoshligimizni eslaymiz. Mayli, tinch omon bo'laylik. Allohim hamisha o'zi panohida asrasin. Ikki dunyo saodatiga loyiq qilsin hammamizni. Ikki dunyo saodatiga loyiq bo'lishimiz hamisha barcha mo'min musulmonlarga Allohim o'zi nasib aylasin. Bugun mana ishlarimizni boshlab oldik. Men ertalabda somsalarni ketma-ket pishiryaptim. Mana pishyapti bu yoqda. Hozir birinchiga boshlayman. Bugun xudo xolsa tabaka qiladigan kunimiz. Har doim odamlar tabaka qaysi kuni qilasiz? Juma kun tabakami deyishaverib. Shu juma kuni ana isir paytda bo'lardi-yu. Ribniy den четверг degandek. Bizniki ham juma kuni tabaka kuni bo'lib qoldi. Bugun tabaka, osh, chuchvara qaynatamiz xudo xolasa. Nima ishlar bilan bandligimizni Alloh nasib qilsa video davomida ko'rsatamiz. Hammadan ham eng asosiysi sog'lig'imiz birinchi o'rinda. Har doim sog'lig'imizga e'tibor berishimiz kerak hammamiz. Bir narsani aytaman. Misol uchun menda qand kasali borlar ko'pda. Hozir bir suhbatlashim keldi sizlar bilan. Shu qand kasali ko'plar mendan ham yoshlarim hayotda kuzatishlarimiz natijasini aytmoqchiman-da. Ko'p ko'raman. Azgina dieta qilinglar, hadeb doriga o'tirib qolmanglar, u bu deb o'tirganimizda gapiraman-da. Dietani menga kim qilib beradi deb aytishganini eshitaman-da. Misol uchun men 65 yosh bo'lsam, mendan ancha 10 yoshlab kichikda ular. Nega kimdir qilib berish kerak siz uchun deyman. Nega kimdir qilib berish kerak? Qo'lingiz butun, oyog'ingiz butun. Hammadan ham rasa biz o'zimiz erkalatib yormaylik. Eng asosiysi ketadigan paytimiz kelganda, Allohga o'zi qaytadigan paytimiz kelganda hech qanaqa zo'ranaqa bilan yurganingiz ham shunday foydasi yo'q. Ketadigan paytda ketiladi hamma. Lekin o'shangacha ham sababini qilib, o'zimizga o'zimiz xizmat qilib yuradigan darajada bo'lsak, Allohim hamisha o'zi qo'llaydi. Shunaqa qilib kimdir qilib bersin, kimdir menga tayyorlab bersin demasdan iloji boricha ko'proq o'zimiz harakat qilib, ko'proq o'zimiz yurib, harakatlar ko'p qilsak yaxshi bo'ladi. Mana biz yoshimizdagilar ko'plar semirib ketadi. O'sha harakatsizlikdan harakatimizni ko'paytirishimiz kerak har doim. Orada shunaqa odam kelib qolganda pauza qilib turishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun aytamanki, har doim mana shu somsalar pishgandan keyin qimlatib qo'yamiz, teginam bo'lib qoladi-da, parlanib. Shuning uchun har doim aytaman, harakatda bo'lish kerak. Allohim o'zi qo'llasin deb yaxshi niyatlar bilan duolar qilib ish boshlayverish kerak har doim. Hech bo'lmasa, mana bir xillar ko'pincha yurishadi. Faqat yurishmas. Juda ko'p gimnastikalar qilinglar, harakatlar qilinglar. Ko'p harakat jiddiy ham sog'liqqa foyda. Men mana bir narsa aytaman. Misol uchun farzandlar hamma ota-ona boqadi, hammamiz boqamiz farzand. Bizni ham ota-onamiz boqishgan. Lekin biz ota-onamizga nima ish qildik? Nima yordam berdik? Nima qildik? O'shanga bolalarimizdan har doim bir narsani kutib yashash kerak emas-da. Allohdan so'raverish kerak. Allohdan astoydil so'rasa, kimnidir sababchi qiladi, farzandlarimizni yoki kimnidir yaqinimizni sababchi qiladi yaxshiliklarni berishga bizga. Bolam boqib qo'yganman-ku, menga qarasin, menga anaqa qilsin degan gap noto'g'ri gap deb o'ylayman. Bilmadim sizlarning fikringlar qanaqa-yu. O'sha bizni ham ota-onamiz boqib qo'ygandi, lekin menga nima beryapti farzandlarim deb yashashmaganda. Shuning uchun farzandlarning ham o'zini farzandlari bor, o'zini tirikchiligi bor, o'zini harakati bor. Misol uchun men shu yoshimda ishlasam, farzandlarim uchun ishlayman. Farzandlarim uchun deganda farzandimga 5-4 so'm berish degan maqsadda emas. Farzandlarimga og'irligim tushmasin. Baribir dardi bor odamga baribir kasaliga dorisi kerak, bir narsasi kerak,
Hammasiga pul kerak. Hadi farzandlardan so'rab, ularga boqimanda bo'lgandan ko'ra, Allohdan so'rab, ishimizni halolimizni barakasini bersin deb harakat qilaversak, Alloh o'zi hamisha yaxshiliklarni yetkazaveradi. Kerak bo'lsa, ularga yordam beramiz. O'zidan so'rab hamisha, Allohni o'zidan so'rab. Hech qachon farzandim menga anaqa qilsin demasdan faqat sog' bo'lsin, omon bo'lsin, hammasi bizni orqamizda qolsin deb duo qilib yurishimiz kerak. Xudo xolisa umra hajlarga borishligimizni hammamizga qayta Allohim o'zi nasib qilsin. Mana qo'shnilarim ketishyapti. Shunday havosim kelyapti. Alloh chaqirsin bizni ham. Chaqirganda navbatimiz kelganda mablag' tomonidan anaqa bo'lib borolmay qoldik. O'sha astoydil chaqirsa o'sha mablag'ni ham Allohim o'zi yetkazib qo'yadi. Xudo xolisa hajga ketayotgan hamma mo'min musulmonlarni Allohim savobli amallarni o'zi 100 million baravar qilib bersin. Qolganlarga ham Allohim chaqirib qayta umra haj safarlariga borishligini ko'p qatorda Allohim bizga ham nasib qilsin. Sog'man bo'linglar. Mana endi biz bismillah deb keyingi partiya ishlarimizni boshlab somsalarimizni tayyorlaymiz. Mana ketma-ket hamma narsalarimiz pishyapti. Birinchi bu yoqda qaynagan tuxum, mana bu yerda ko'k somsalar, bu yoqda go'sht somsalar. Endi o'choqqa olov yoqamizda. Xudo xolisa tabaka bilan oshni boshlaymiz. Bu yoqda endi pirojki tayyorlashni boshladik. 1,5 kilo un oldim. Bunga 1 dona tuxum chaqib solaman, 2 ta sariqlik har doimgidek. Buni ustidan ozgina osh yog'dan sovuraman. 50 gram sovuraman. 1 osh qoshiq tuz sovuraman. 1 osh qoshiq shakar sovuraman. Bitta choy qoshiq chang soda solamiz. Nimaga chang soda? Chang soda xamiringlar oshib ketib qolsa, hidi kelmasligi uchun. 2 ta choy qoshiq droz solamiz. Bo'ldi. Endi ozgina suv solib xamir qoramiz. Suv solib, bu suv qanaqa suv deganlar, bilinchi qorganimizda ozgina bilinchagi xamir qoluvdi, ustiga suv quyib yubordim. Bismillahirrohmanirrohim. Xamir qorib olamiz o'rtacha yumshoqlikda. Xamirni qorib, men mushlab eshikka qo'yib qo'ydim. Opto kun chiqib yotdi rosa. Birpas oshib olgandan keyin ozgina un sepganman ustiga, qo'limga yopishmasligi uchun. Biroz oshgandan keyin yana bir marta mushlab qo'yaman, keyin bemalol yasasak bo'ladi. Bu orada mana ovqatlanib boshladik. Oshgini qovurib solib qo'ydim zirvagini. Endi tabakani qovurishni boshlayman. Harakatini boshladik. Pirojkilar mana pishirishni boshladik уже. Aytganimdek boya bir mushlab qo'ydikda. Shu bilan mushlab qo'ygandan keyin yana oshni zo'rla qilib kartoshka solib ichiga oddiy kartoshka pyure solib pishirib yotibmiz. Nimada pishirsanglar bo'laveradi, tavadami, bizga o'xshab mana shunaqa friturnitzadami, o'zingizlarning xohishinglar. Hozir u yoqda ovqatlarni ham ko'rsatamiz. Bu yoqda salatlarimiz mana. Nonlarni to'g'rab qo'ydik, yopilgan nonlarimiz. Mana pirojki yasab qo'yganlar, chuchvaralar mana qaynatib tayyor qilib qo'ydik. Suvdan quyib beramiz, xohlasa qaymoqlar solib beramiz ichiga. Bizda oshimiz mana dam yeyapti. Hozir buni ham suzamiz. Bu qozonimizda har doim aytgandek juma kungi tabakamiz. Qovoq oyoqlardan qozon ko'p. Hozir suzamiz hammasini. Opa bizga yosh berasiz. Ha, bor, aralash sovurgan.
Oldilar-ku, Ladiz oldilar-ku, Ichkarida panista bor. Lekin olib chiqing Masuda. Men hozir yog'ini. Ko'p ozgina pishgani bor-ku. Tabaka ham bir 6 sekund deydi-yu, 6 sekundda tugab tabaka ham. Kartoshkasi yetyaptimi? 2 porsiya, 3 porsiya qopdim bor-ya. Nima olasiz? Ha? Suvdan solib beramiz, mayli. Hozir solib beradi. Sizlar nima? Oshmi? Osh kam. Nechta edi sizlarga? Qolmadi mana 3 ta oxir ekan. Suvni ham solib bersang ko'proq qil bularga. Bo'ldi, tabaka tugabdi. Ozgina oshimiz qoldi. Xo'sh. Mana suzilgan qanaqa bo'ladi? Bemalol olib ketaveradi. Hozir men bu yerda ha. Oxirgi pirojkilarimiz. Bu ham tugadi, pishaverdi ham tugadi, mana shu 5 dakika qoldi. Piyoz. Piyoz ashti qarang-da, ashti piyoz bor. Olasiz. Sizga nima edi? Sizga? Menga ham non bilan maxit. Ha, bo'ldi, hozir beraman. Palon tugadi mana, tarqatib yubordik hammasini. Oldi, 12 tagina pirojka qoldi. Yog' olmasmi? Yo'q, mana o'zingda qilib sovur. O'zingga sovuraver kerakini. Chuchura ha qaynatib o'rmasang ovqat. Voy, mana pirojka esdan chiqarib qo'yibdi-yu ana. Voy, shuncha gapirganda ham, tavba qildim. Ovqatlarimizni hammasini tugatib oldik. Endi zagatovka boshladik. Piyoz archib to'g'rayotdik. Go'shtlarni qiyma qilyaptik har doimgidek. Chiroyli go'shtlardan qiymalarni tayyorlayotdik. Dushanba kunga tiftel qilamiz, bishtekis qilamiz. Hozir tiftelga qiyma qilib ularni ham yasab qo'yamiz. Tiftellarimizni yasab muzxonaga qo'yib oldik. Mana go'shtli tiftel bo'ldi. 1 kilo 400 go'sht edi, 500 gram guruch soldim. Ular endi muzxonada dushanba kungacha bemalol qotib turaveradi. Mana endi nevaram ham yordam keluvdi. Hamma yog'i cho'tka qilib tozalab oldik. Gullarim har doimgidek. Tashqaridagi gullarim ham zo'r ko'karyapti. Men yugurib bozor borib kelaman. Hozir bozor qilib kelsam, keyin yana balki didorlasharmiz. Men gullarim qaranglar. Zo'r sot. Xo'sh, bozorlarga borib keldim. Bozorni ko'p ko'rsatganman, shuncha ko'rsatib o'tirmadim. Hamma narsalarni olib keldim, go'shtida hamma narsa. Xudo xolasa endi Alloh nasib qilsa dushanba kuni yana didorlasharmiz. Sog'omon bo'linglar, yaxshiliklar didorlashaveraylik. Ikki dunyo saodatga hammamizni Allohim nasib ro'z aylasin. Ikki dunyo saodatini, yaxshi kunlarni ko'rib yurishni o'zi nasib qilsin. Boya aytgandek, harakatda bo'lsanglar, juda kasalga quloq solib, o'zinglarni tashlab yubormanglar hammanglar. Kasal bo'lmasanglar ham sal ozishga harakat qilinglar. Men har kuni bozorda yuraman. Yana video davom ettiryaptim. Voy, odamlarni ko'rib qo'rqib ketaman. Biz ham endi oldin sal to'laydik. Hozir harakat qildim ozishga. Ancha ozdim, Xudoga shukr. Qo'rqib ketaman o'shalarni ko'ribdi. Juda ham kasalliklarni chaqiradi, shu semizlik hammamizga kasallik chaqiradi. Harakatsizlik, shuncha ko'p harakatda bo'lib, iloji boricha Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmasdan yurishligimizni Allohim nasib qilsin, aylasin. Boya aytganimdek, vaqt qazoyimiz yetganda soppa-soy yurib turib ham ketaveramiz, ketadigan joyimizga. Lekin sal sababini qilib yursak, iloji boricha bolalarimizga ham hech kimga qaram bo'lmaymiz. Allohim o'zi qo'llasin, o'zidan boshqaga muhtoj qilmasin. Hammanglar sog' omon bo'linglar, yaxshiliklar didorlashaveraylik. Sog' bo'linglar.